Voy dod, jigar. Buni kattaligini qarang. Li 9. aka. Nodir aka, assalomu aka. Zo'rmisiz? Salom aka, sizga hurmatimiz boshqacha. Do'st, obzor qilyapsiz aka? Obzor qiling. Sotmayman, lekin mayli obzor qilib chiroyli video chiqsa aka, muxlisizmi? Jigar, Li 9 Pro Max srochniga nech pul deb o'ylaysiz? Bitta like bosib qo'ying, videoni oxirigacha ko'ring. Hoji aka, keling bilan bitta maslahat qilib, mana shuni bosib olasizlarmi deyman. Aka, mana shu bu moshinaga gapirgansan o gaplarni. Qizlarni chiroyli yurganda qo'yaver aka. Qara buni oppoqlik. Bu bo'l. Muxlisizmi aka? Bemalol aka. Siz buni srochniga nech pulga berib olasizmi? 70 ming berib yuboraman aka men. Srochniga 50 mingga berib yuboraman. Siz aka, hurmatim boshqacha. Nodir aka, sizga addushi men sizni kuzataman, muxlisman aka. Voy 50 mingiz. Bo't. Muxlislaringiz xursand bo'lsin. Srochniga 50 mingga bosib olsangiz bo'lar ekan jigar. Yaxshimi obzor nima deysiz? Aka, obzor zo'r bo'ldi. Bitta rasm o'cholay men. Nodir xo'ja aka, sizni muxlisingizman-da. Zo'r bo'ldimi? Rahmat. Qorayib qoldimi? Onasini ham. Qorayib, to'xtachi. To'xtachi, arsama Damas chiqarmikan? Menga. Nodir xo'ja aka emas ekansan-ku. Men bu hazilida Instagramga Nodir xo'ja aka bilan shart qilganmiz. Mana shu obrazda 10 ta video olish bo'yicha shart bergan. Podpischilarni 100 mingta bo'lish kerak degan. O'shanga siz ham bitta poddesh qiling. Sizni ko'rganda menimcha obuna bo'lib qo'ysa kerak. Bo'ladi o'ylaysanmi? Akalar bitta bosib qo'yingizlar, Asad o'zimizniki. Bitta poddesh qilingizlar. Nodir aka ham Addush akamiz bo'ladi, Asad ukamiz bo'ladi. Bitta qo'llaringizlar, o'zimiznikilar, o'zimiz qo'llamasak kim qo'llaydi? Obraz yaxshimi yo'qmi aka, nima deysiz? Obrazing vobshe zo'r aka. To'xtada, men tarafingni ham artida, Damas bo'lmasa chiqib qolaman. Yo'q, bu yoqdan Li 9 chiqadi. Li 9 chiqadi. Bu yoqdan faqat kir chiqyapti hozircha. Jarjoylar.